Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan yurtdoshlar 2026-yil 30-aprel sanasiga Real Tiago gilos navimizni shu holatga keldi mana. Qo'shmag'i yo'q, o'zini o'zi 100% ga changlatadigan nav. 6-yil daraxtdagi hosilga o'zlaring baho beringlar mana. Bu mevani qarang. Mana meva. Kalibri yirik, hali ko'p meva olganligi uchun mayda bo'lib qolgani yo'qda, yirik yetkazib beryapti hammasini. 30 dan 36 gacha chiqadi kalibri. Normal kalibr. Hosillarni qarang, ko'rsatib qo'ying-da. Mana. Juda yirik gilos. Ha, olib keling-da baqa. Mana. Bu mashalar hozir mana shu gilos 28-29 kalibrda mana shu gilos hozir. Bular yetilib hamma yo'q qorayganda 34-36 ga chiqadigan gilos mashi bo'ladi. Real Tiago bandi ham uzun, ko'rinishi ham, qattiqligi ham zo'r, mazasi ham zo'r gilos. Mana holat. Endi yetilyapti. Valovoy sersa bilan bir paytda usta bo'laveradigan gilos. Hozir bahor gilos pishdi. Bahor gilosni eksportga jo'natishyapti. Bahor gilos endi qo'shma bo'lib ketyapti, ko'ryapsizlar. Bunda qo'shma yo'qda, buni tagi ham usti ham xuddi shu holatda bir xilda bo'ladi gilos. Gilos qaranglar. Boq qilmoqchi bo'lganlarga ko'chatini ko'paytirganmiz. Pastga nomer qoldiramiz. Agrosat profilida ishonchli sifatli ko'chatlar xarid qilishlari mumkin. Olib borib ekib xuddi shu holatda qarab berish xizmatlari ham bizda mavjud. Videoga like bosib, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yasizlar.